Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: bir narsani qilmaslikka Allohga so'z berib va'da qildim. Ya'ni qasam ichdim. So'ng mana bu amalni qilmayman degan amalimni qayta qilib qo'ydim. Mana shu amalni kafforati qanday bo'ladi? Avvalambor qasam ichishlikdan, qasamxo'rlikdan islom dini qaytaradi. Inson har narsaga qasam ichib, har narsaga Allohga so'z berib, Allohga va'da berishlikdan tiyilishlik kerak. Avvalambor qasam faqat Allohga ichilinadi. Allohdan boshqasiga qasam ichishlik islom dinida shirk amalidan hisoblanadi. Chunki qasam ichilayotgan zot bu ulug' bo'lgan, inson mana shu narsani ulug'layotgan bo'ladi. Biz Allohdan boshqa biron narsani ulug'lab, nonga qasam, ovqatga qasam, pichoqqa qasam, yana bironta bir narsaga qasam ichishligimiz joiz emas. Biz faqat Allohga, yolg'iz Allohga qasam ichishligimiz joiz. So'ng esa qasam ichgandan keyin mana bu Alloh taoloni zoti ulug' bo'lganligi uchun mana shu zotni nomiga qasam ichgandan keyin mana shu aytilingan ishni ham qilishlik kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun inson qasam ichmaslik kerak. Qasam ichadigan bo'lsa, albatta ishini oxirigacha yetkazib qo'yishlik kerak. Xo'p, endi inson qila olmadi. Bir narsani qasam ichgan edi-da, va'da bergan edi, so'ng yana qaytib qilib qo'ydi desa, Alloh taolo bunga javob 89-oyatda Moida surasida Alloh taolo aytdiki: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Buning kafforati, ya'ni qasam ichgan bo'lsanglar, buning kafforati 10 ta miskinni o'zingizlar yeydigan ovqatni o'rtacha bo'lgan turidan to'ydirishliginglar dedi. Ya'ni inson boyvachchalarning ovqatini hammas va kambag'allarning ovqatini hammas, oddiy o'rta hol oilalar yeydigan ovqatdan 10 ta miskinni to'ydiradi. Av kisvatuhum, yoki 10 ta miskinni kiyim olib berib, ularni kiydirib qo'yadi. O'rtacha kiyimda. Bu kiyimi ham qimmat kiyim ham emas va arzon kiyim ham emas, o'rtacha kiyim. Yoki bitta qulni ozod qilishlik. Mana bu 3 ta narsani bittasini xohlaganini qilib tanlaydi. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Agar bu narsani topa olmasa, uchalasini ham birontasini topa olmasa, 3 kun roza tutib beradi. Mana bu ichgan qasamiylarni kafforati dedi Alloh taolo. Vahfazu aymanakum, va qasamiylarga muhofaza qilinglar dedi. Ya'ni qasam ichgandan keyin qilishlik kerak. Qila olmasa, mana shu kafforatni o'tab berishlik kerak bo'lib qoladi. Subhanakallohu va bihamdihi.